Ayol kishini fokusi erda bo'ldimi, bo'ldi. Ayol kishi eriga zerikarli bo'lishni boshlaydi. Ayolning fokusi faqat o'zida bo'lishi kerak. Men eng katta qo'rquvim turmush o'rtog'imni xiyonatidan qo'rqardim-da. Bu qo'rquv bilan men shunaqa postupka qilardim. Kelmay qolsa, kechga qolsa, qayta bezovta qilardim telefon qilib. Keragidan oshiq yaxshi ko'rganman. Sevgi keragidan oshib ketsa, u insonga yoqmaydi. U insonni o'zi bo'g'adi, insonni o'zidan qochiradi-da. Har doim ayol me'yorini saqlash kerak ekan. Ayol me'yor saqlash kerak. Uni qalbida sevgisi oshib toshib ketsa ham ushlashni bilish kerak-da. Qalbida saqlashi, o'sha momentda usha olishni bilish kerak ekan. Eriga xo'p degan sari o'zining ishonchini yo'qotib, o'sha erini oldida ham zerikarli bo'lib qolgan bilmaydi. Faqat fokus erda bo'ladi. Ayol kishini fokusi erda bo'ldimi, bo'ldi. Ayol kishi eriga zerikarli bo'lishni boshlaydi. Ayolning fokusi faqat o'zida bo'lishi kerak. Ayolning fokusi ilm olishda bo'lishi kerak, o'zini sevishda, o'ziga e'tibor berish kerak. Ya'ni erkakning oldida har doim chaqnab turish kerak deb hisoblayman-da.